Voy, shuncha chang. Ужас. Va nihoyat menda ham endi Roboklin bor. Ko'pgina blogerlarda reklamani ko'rib, juda ham havasim ketgan edi. Germaniyada ishlab chiqarilgan bu uskuna juda ham mustahkam yasalgan. Buzilib qolsa nima qilaman degan xayollar umuman kelmaydi. Chunki buzilib qolgan taqdirda ham 10 yillik garantiyasi bor va bepul uyingizga kelib tuzatib berishadi. Bir martalab to'lashga hammaning ham kuchi yetmaydi va shuning uchun Roboklin kompaniyasi nasiya xizmatini o'ylab topishgan va men ham 2 yillik nasiya xizmatidan foydalandim va bo'lib to'lashga qaror qildim. To'g'ri, bizlarning maosh bilan solishtirganda bu uskuna juda ham qimmatdek tuyuladi. Lekin unda Roboklinning pulini bir kecha to'y hashamlarda sarf qilishdan hech ham xijolat tortmaymiz. Roboklin esa necha yillarga sog'lom turmush hayot qurishingizga ko'makdosh bo'ladi. Xullas, 10 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rish afzalroq. Ko'rib turganingizdek, o'z vazifasini juda ham zo'r bajaradi. Uyimizdan shuncha chang va axlat chiqqanidan juda ham xursandman. Bu uskuna bilan nafaqat uyni tozalash, balki uyni havosini almashtirish ham mumkin. Roboklin bilan birga shunaqa 3 ta aromatizatorlari ham komplekt bo'lib keladi. Toza suvga 2-3 tomchi solsangiz, xonangizni havosini yangidek qilib beradi. Bulardan tashqari yana juda ham ko'p nasatkalari bor ekan. Ularni hammasini birma-bir tekshirib, storieslarimga joylab boraman. Va eng asosiysi, meni nomimdan xarid qilgan obunachilarimga alohida sovg'alar mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.